Qaysi bolam? Tinchlik baxt ko'rmabdi bo'lmasa. Agar ko'rganda u bilan olishardi. Hozir shuncha gapni aytdik-ku, bitta temada bu bola kirdida. Chiroyli Sitorga yoqadigan temada Sitor ko'nglidan joy olib, rosa gapirdi. Sitor pulim qaradi, hisob kitobini aytdi, hisob kitobini oldida pulim yo'q meni. Qanday qilamiz dedi. U aytdi, sizdan pul kerak emas dedi. Chaqirsam, keyin Sitor shubhalanib qoldi, qo'rqib qoldi. Hayajonlanib qoldi, ko'zlari qonga to'lib nima qilishini bilmasdan. Ha, menga aytdi. Nima ish qilding? Qanday qilib nima qilishni o'ylab qoldi desa. Tinchlik, men sizni nimaga ko'tardim? Meni soting deb ko'tardim. Yo'q, sotmayapman, to'g'risini aytyapman bu yoqda hozir. Men lozim. Layla momo men padrisa qo'yatdi, hozir borib aytaman. Ertasi ham. Ertasi masalang ko'raman. Ertasi yana masalang ko'raman. Hozir qayerdasiz? Manmi? O'zbekistonda yo'qmi, chet davlatdami? Yo'q, O'zbekistondami? Bu O'zbekistonda, Xudoga shukr, O'zbekistonda turib shuncha ish qilyapti. Chetda bo'lsa, Hech chetga chiqdingizmi yo'qmi? Yaqinda keldim. Qayerdan? Ozarbayjon. Boshqa davlatni ko'rmadingizmi? Hech boshqa davlatga chiqmadingizmi? Mehmon bo'lib. Yo'q, siz qayerda? Men ham O'zbekiston Samarqanddaman. Samarqanddamisiz? ha, unda erta aka. Lechiga yozing, erta ko'rishamiz. Siz bilan ko'rishaman qanday? Va qiziq bilan Sitora bilan ko'rishmoqchiman. Siz bilan ko'rishimiz bu yoqda hozir odamlarga qiziq yana yangi tema ochilib ketmaydimi? Sitor bilan Siz o'zi hayolingiz buzuq odam ekansizda o'zi yo shu soha bo'yicha yurasizmi? Ko'rishamiz deganda, aka, ko'rishamiz deganda siz u narsani tushunmay nimaga sizni hayolingizga birdan u narsa keldi? Hozir Sitoradan spokойно Sitorani qayerdaligini, qanday ko'rish mumkinligini asosda aylantirib so'raydiganda siz birdaniga o'zingiz nima qoldingiz, o'rtaga tushib qoldingiz. Kutmagan vaqtsiz qoldingiz, o'rtaga tushib qoldingiz, tushunyapsizmi? Bo'ldi, aka, tushundim sizni. Tushundim aka sizni. Ozarbayjonda bir-birlarini tushunmaydilar, bir piyola choy ustida suhbat deydi. Sitor, Ozarbayjonda nima ish qildingiz? Ozarbayjonda odish. Ish, yo'q. Ish bilan. O'zi hunar nima qo'lda? Mankimi? Operator. Soham operator. Bizda Samarqandda bir kafemiz bor. Shu kafega 2 dona ofisant kerak. Ofisantlik uchun aka, men 1 yil o'qimadim. Erta Samarqandga. Nima deyman-da, hozir agar mabodo bekor bo'lsangiz yoki bir agar qiziq bo'lsa. Yo'q, ofisantlik qilmayman. Men 9 yildan beri operator bo'lib ishlayman. Sohamni sevaman. Men shu soha uchun o'qidim. Til o'rgandim. Men 1 oy, 1,5 oyga kelib ketaman. Opani hunari seksual. Bo'lishi mumkin. Bilasizlar-a? Ana shu uchun meni sevasizlar, kuzatasizlar. Opada har bir sohadan bir shingil. Yo'q, men bitta sohaga o'qiganman, operator. Telefonda o'tiraman. Kim bor, kim yo'q, shularga javob berib turaman. Reklama chiqaramiz, onda sonda. Siz qaynaysiz. Tinchlik? Babay. Aka, bitta sizga savolim bordi. Mayli, endi savol bering. Ko'rishsak ham bor, ertagami, indinmi?
2 kun dam olishim. Yo'q, hozir xudo xohlasa siz bilan ertaga ko'rishamiz desam, siz noto'g'ri tushundingiz aka, siz bilmadim. Men noto'g'ri tushunmadim, nima noto'g'ri tushundim, prosta hazilga oldim. Shu hazilga to'g'ri kelib qoldingiz. Qarang, aka, siz Samarqandlik bo'lsangiz, Alisherxon akani taniysizmi? Nima ish qiladi Alisherxon aka? Sizda Alisherxon aka ham, Alisher ham ko'p-da. Nima ish qiladi o'sha? TikTokka yuradi Alisherxon aka. Yo'q, TikTokka mana kirganim hali 15-20 kun bo'ldimi, bir oy ham bo'lgan yo'q to'liq. Hech TikTokka kirishga vaqtim bo'lgan yo'q edi. Bir qiziqib, o'zimdan o'zim kirib, mana shu bitta ikkita nima qildim, tamom. Hadeb har xil odamlarda efirda yurmayman. Ana shu aka, agar Toshkent tarafga aka yo'lingiz tushsa, menga o'xshab aka ko'rishaman sen bilan desangiz aka, keling kutib olaman degan gapni gapiraman aka sizga. Lekin noto'g'ri gap gapirdingiz aka, men gey emasman yoki ko'ta emasman. Yo'q, siz birdan qarang, siz seriozli managa netavazlik nima qilmang. Men ham geylar bilan uchrashib yuradigan yoki ko'tlar bilan uchrashib yuradigan erkak emasman. Prosta hazillashib